Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylari obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahrining sentralniy mahallasi, ya'ni Qoq markazidan sentr ham yaqin, davlat idoralari, parklar ham yaqin bo'ladigan lokatsiyada pashti yer hisobida sotiladigan uy joyimizda ham yashaydigan xonadonlar ham bor. Uy joyimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Ishtixon shahri Murod Jo'rayev ko'chasi, Oybek osh markazidan to'g'ri kirib kelaverishda bu tomonimizda kiyim bozor bor. Bu tomon davlat idoralari, park yaqin. Mana shunaqa kelaverishda Oybek osh markazidan. Ko'pchilik bu ko'chani bilmaydi. Mana bu yerda ham bitta ko'cha joylashgan. Ya'ni bitta sel o'sha Murod Jo'rayev ko'chasi seli aylanib 8-maktab ko'chasiga chiqib ketiladigan yo'l deb o'ylaydi. Yo'q. Bu yerda yana bitta qo'shimcha ko'cha bor. Mana shu ko'chada joylashgan umumiy maydoni 10 sotixdan iborat joyimizni hozir to'liq ravishda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Arzonroq qolib qolish kerak. Bunaqa imkoniyat kamdan kam bo'ladi. Chunki hozir yerlarda narxi, uy joylar narxi oshib ketayotgan bir pallada, ayniqsa sentrdan dokumentalni gaz suviti joyida hamma narsasi zo'r lokatsiyada joylashgan joyda topish juda ham mushkul. O'shaning uchun olib qolish kerak bu joyimizni. Ko'chamiz yaqinda, tez orada bu ko'chalar ham asfalt bo'ladi. O'sha dasturga kiritilgan. Aytib o'tganimizdek, juda ham yaxshi, samimiy, ziyoli insonlar yashaydi. Sizni kirish chiqishadigan xotingiz qaysi? Ya'ni mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu yerdan boshlanib to mana shu uyda oxirigacha sizga qarashli, ya'ni to'g'rigacha 10 sotiq umumiy maydoni, pusto yeri va yashab turishga 5 ta xonasi bilan stroyka materiallarni o'zi yaxshigina so'mma chiqadi. Endi juda katta narxlar o'rmadi uyini o'zini ham. Ko'rib turganingizdek, mana shu yer darvozaxonamiz hisoblanadi. Endi to'g'ri buzib tashlaganingizdan keyin u proyektni tushirish o'zingizni ideyangiz, o'zingizning nimangizga bog'liq. Birinchi xonadonni ichkari tomonlarni bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Endi uylarning holatlari qanaqa ekan deganlar uchun mana o'zbekona teraska qismimiz bor. Pollarni ko'rib turibsiz. Juda mustahkam nimalarda bular o'lmas materiallar deydi-ku. Mana yerda men oshxona sifatida foydalansangiz bo'ladi vaqtinchalik. Bu yerda ham bitta xona bor ekan. Mana yotoqxonamiz bor ekan mana bu yerda. To'g'ri, eski imoratli uylar, lekin mana bu yerda yana bitta mehmonxonacha bor ekan. Paka yashab tursangiz bo'ladi-da. Hozirgi momentda ko'p xonadonlar mana shunaqa imoratdagi uylar. Odamlar yashayapti. Bu uylar qaytamga salqingina bo'ladi. Meni fikrim, konditsioner kerak emas yozgi kuni. Qish kuniga pechka, gaz zo'r. Svet o'chmaydi, dokumenti toza. Aka, dokumentni yangi kadastr qilyapman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, egasiga kim oladigan bo'lsa, halollab kuni o'tkazib beraman deyapti. Endi ko'rib turibsiz, mana bu yerdan to'g'ri olganingizda 10 sotiq maydonni belgilab beradi. Endi mayda-chuyda qilib sotmaykanmi deganlar uchun yo'q, mayda-chuyda sotilmaydi. Mana shu kirish kodimiz bitta, o'shaning uchun bitta odamga sotiladi. Katta kengish joy izlaganlar uchun ayni muddao kelinglar, Ishtixon shahri Murod Jo'rayev ko'chasi, ko'rib turganingizdek, keyin bozordan shuna o'tishda Oybek osh markazi ko'chasi bilan kelishda hozir ko'chani tushuntirib o'tdik. Bu birinchi ko'cha, ya'ni Oybek osh markazi ikkinchi ko'cha hisoblansa, bu aynan birinchi ko'cha, aylanma ko'cha hisoblanadi. O'shaning uchun bemalol maktab, bog'cha yaqin, 8-maktab yaqin, litsey yaqin, xo'p, davlat idoralari juda ham yaqin lokatsiyada, istirohat bog'i juda ham yaqin, azon ovozi eshitilyapti, masjidimiz yaqin, sentr yaqin, bozor yaqin, hamma narsa qulay joyda joylashgan, aynan Ishtixonni Qoq markazida turibmiz. Narx-navomiz qanaqa Shodiyor Baxtiyorov deydiganlar uchun hozir kecha kunduzda yaxshigina bir narxda aytdi. 7000, 8000, 6500 demayman aka, yer hisobi dedi. 10 sotiq yerimga 60 so'rayapman, kelishiladigan joy, boshqa kelishilmaydi deyapti. 6000 so'rayapman. Umumiy uy-puy bilan hisoblaganda 85. Aka, agar Ishtixon barakali uylardan keladigan bo'lsa, aynan mana Shodiyor Baxtiyorov hurmat aka dedi. Yana skidkasi bor. Shuna telefon qilsin, shuna pul bilan kelsin, baraka qo'raman deyapti. O'shaning uchun tezroq pastdagi nomerlarga telefon qilish kerak. Bu videomizni maksimum musofirda yurgan, ayniqsa pulim ushlanib tursin, yaxshigina summa va arzon qulay lokatsiyadagi yaxshigina joyni bizlarga tavsiya qilish kim bor ekan deganlar, ya'ni Amerikadagi akalarimizga bu videoni sekingina tashlab qo'yasizlar. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi ham yashaydigan, ham arzonga yer dokumentlarni so'raydiganlar uchun maxsus tayyorlab bordik.